Said Ahmad Husanxo'jayev 1920-yilning 10-iyun kuni Toshkent shahrida boy badavlat oilasida tug'ilgan. Said Ahmad 1938-1942 yillarda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida ta'lim olgan. U adabiyotimizga avvalo jurnalist, o'chirqchi sifatida kirib kelgan. Adibning unib o'sishida matbuot muhim rol o'ynadi. U Qizil O'zbekiston gazetalarida, Mushtim, Sharq yulduzi jurnallarida, O'zbekiston radio komendantida xizmat qildi. Said Ahmad adabiyotda hikoyanavis sifatida tanildi va bu janrda barakali ijod qildi. Uning Ishqiboz deb atalgan birinchi hajviy hikoyasi 1936-yil Mushtim jurnalida bosib chiqilgan edi. Yozuvchining 70 yillik ijodiy mehnati xalqimizning tomonidan munosib taqdirlanib, Said Ahmadga O'zbekiston xalq yozuvchisi va O'zbekiston qahramoni unvonlari berildi. Said Ahmad 2007-yil 5-dekabrda 87 yoshida vafot etdi.